Yozuvchi Ergen olamidagi butun osmon kim? Ergen tomonidan yaratilgan olamda shunday bir mavjudot borki, uni nomi tilga olingan zahoti hatto eng qudratli imperatorlar ham ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishadi. Bu mavjudot butun osmon va butun borliq uchun go'yo dahshatli soyadek bo'lib, 3 nafar afsonaviy bosh qahramon Wang Lin, Su Min va Men Xiaoning eng buyuk dushmanidir. Dastlabdayoq butun osmon oddiy raqib bo'lmagan, u shunchaki kuchli mavjudot emas, balki go'yo hech qachon tugamaydigan xavf edi. Uning millionlab nusxalari qayta va qayta yo'q qilishiga qaramasdan, u har safar yana paydo bo'lgan. Har bir qaytishida esa buyuk qahramonlarni yanada og'irroq janglarga majbur qilgan. U bilan jang qilish bu xuddi taslim bo'lish tushunchasi mavjud bo'lmagan dushmanga qarshi kurashishdek edi. Uning qancha nusxasi yo'q qilinmasin, u asta-sekin qadam-ba-qadam faqat oldinga siljib, oxir-oqibat butun borliq qudratini eng yuqori cho'qqisiga yetdi va uni endi e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydigan darajaga chiqdi. Butun osmon bilan 3 bosh qahramon o'rtasidagi jang oddiy to'qnashuv emas edi. Ularning kuchlari to'qnash kelganda butun dunyolar larzaga kelardi. Borliq qonunlari parchalanar, insonlar tasavvuriga sig'maydigan darajada makonlar vayron bo'lardi. Shunday lahzalar bo'lganki, u Gu va Sunde bilan 2 marta bevosita to'qnash ketgan. Har bir bunday to'qnashuv nihoyatda ulkan hududlarni yakson qilgan, hattoki u yerdagi tabiat qonunlarini ham tartib-qoidalarni butkul yemirgan. Ammo bu mavjudotni yanada qo'rqinchli qiladigan jihat emas. Butun osmonning kelib chiqishi. Butun osmon oddiy tarzda paydo bo'lgan mavjudot emas. U abadiy ma'budning nusxasi. Abadiy ma'bud ilgari imperatorga xizmat qilgan buyuk sarkarda bo'lgan. Biroq keyinchalik abadiylikka erishgan yo'lida xiyonat qilgan. Shunday darajadagi mavjudot nusxasi bo'lish albatta oddiy hol emas. Aynan mana shu sababdan butun osmonni butkul yo'q qilish nihoyatda mushkul. Uni abadiylik sirlarini hammadan chuqurroq anglagan shaxs yaratgan edi. Shu bois butun osmonni shunchaki tanasini yo'q qilish bilan barham topadigan xavf deb bo'lmaydi. U har doim zaxiraga ega, rejalarga ega va hech qachon so'nmaydigan istakka ega. Bu esa uni nafaqat jismonan, balki aqliy va ruhiy jihatdan ham nihoyatda xavfli dushmanga aylantiradi. Aynan shuning uchun u Ergen olamidagi 3 afsonaviy qahramonni birlashtirgan eng buyuk dushman bo'lib qoldi. Chunki faqat eng oliy darajadagi mavjudotlargina unga qarshi tura olishi mumkin edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Ovozda Samidbek Mamatxo'jayev, tarjimon Yorichi. Keyingi videolarda ko'rishguncha